ovqat puli. Ovqatni bo'shta orasida yetoqlar. Paravoy deb bosh qoldi. Endi bari o'zida. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana ovqat hozir qilib ochiq havoda soylar, havolarni qaranglar. Shunaqa toza havo ertalabda hojilarimizni kutyapmiz. Katta hojilar kelishadi. Juda chiroyli kutib olishdi, maza qilib mana. O'sha havoni qaranglar. Ana bu tabiatni qaranglar endi. Yana bir bor assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana shu yerda soy o'tadi. Bu kichkina anhorchasi o'zlari bo'lishi. Va mana choyxona dam olish joyi ekan. Rahmatli ovqatlilar mehmon qilishib, bolalariga shukur. Onakam o'g'illari. Hammalariga rahmat. Juda ham chiroyli. Qushlar ovozlarini eshitdinglar. O'tirib, musullardan hammalar chiroy. Maşallah, barchalaringga xush kayfiyat. Yaxshi kun tilab qolaman. Hammalar qaranglar. G'o'ra. G'o'ra endi bo'lgan Qirg'izistonda. Salqinligida mana g'o'ralar ko'ryapsan. Mana g'o'ra. Su ana nimaga tomon ketadi? Paxtachiga ketadi. Mana chiroyli qaranglar. Gullar. Katta gullar. Bebayonlar. Mevalar endi pishar ekan. Bitta salqin juda. O'zbekistonda pishib giloslar o'ringlar tugadi, bitta mana endi pishar ekan. Kecha ko'rgan bo'lsalar, videolar qiladi. Qushlar ovozini qaranglar. Maşallah. Juda maza qilib dam oldik shu mobaynida. Alhamdulillah hojilarni ham kutib oldik. Endi yurtga qaytamiz. Xo'jalaringga shukr. Ana nimaga tomon ketadi? Paxtachiga ketadi. Qushlar ovozini qaranglar. Maşallah. Juda maza qilib dam oldik shu mobaynida. Alhamdulillah hojilarni ham kutib oldik. Endi yurtga qaytamiz. Xo'jalaringga shukr.